Doktor, yoz, issiq, insonlar charchab qolishadi. Yuragim salomat bo'lishi uchun nimalarga e'tibor qilishim kerak? Havo isishi bu ochiq havoda sport bilan shug'ullanish imkoniyatini yaratadi. Va eng asosiysi kun ora cho'milish bilan shug'ullanishingiz mumkin. Bu yurakka ijobiy ta'sir qiladi. Qaysi mahsulotlarni iste'mol qilaylik desangiz, yengil hazm bo'ladigan, sabzavotga boy mahsulotlarni, hazmi qiyin bo'lgan ovqatlardan qochishni tavsiya beraman. Ya'ni qovurilgan va yog'li ovqatlarni issiq havoda iste'mol qilish bu hazm jarayonini sekinlashtiradi va o'ziga xos yurakka yuk hisoblanadi. Va eng asosiysi, yoz oyida tabiat qo'yiniga chiqib, tog'li hududlarga borib dam olishni esdan chiqarmaslik kerak. Toza havo, tabiat qo'yini va eng asosiysi yaqinlar bilan birga vaqt o'tkazish imkoniyati paydo bo'ladi. Va bir yilda bir marta bu narsani o'zingizga odat qilsangiz, nur ustiga nur bo'ladi. Yuragingizni asrang, sog' va salomat bo'ling.